inson o'zi kim? Bu dunyoga nimaga keldi va u qanday ketish kerak? Dunyoni Navoiy hammomga o'xshatyapti. Agar inson bu dunyoda g'amboq chiqib ketsa, ya'ni ilmsiz, ma'rifatsiz chiqib ketsa, xuddi hammomga kirib yo'lga chiqqan odamga o'xshaydi deydi. Allohning nazari yer yuziga tushib turibdi-ku, men unday xoli joy topolmadim. Qari meniki qilmish odamiy zot, tafakkur birla yechmish odamiy zot. Umrni g'animat ekanligini his qilish kerak. Ma'rifat hunarsiz ilmni qori cho'qqisiga erishib bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Bugun O'zbekligim o'zligim tashkilotida yangi mehmonimiz bor. Suhbatimiz radikal qarashlarga qarshi mavzusida bo'lib o'tadi. Mehmonimiz filologiya fanlari doktori, professor ustozimiz Marg'uba Abdullayeva. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Bugungi tahlikali yoki bo'lmasam raqamli targ'ibot rivojlangan davrda, zamonda yoshlar ongida ozgina quruqlashadigan, suv qurib qolsa yerda qanaqa qaqshash hosil bo'ladi. Inson qalbida shunaqa qaqshashliklar bordek tuyulyapti va ularni radikal qarashlarga bog'lasak ham bo'ladi. Ular bunga qarshi imid hosil qilishda adabiyot asosiy qurol qilib olishimiz mumkin. Bu borada fikrlaringiz? Bugun bir murakkab bir vaziyatlarda turibmiz. Chunki dunyo bilasiz tinch emas hozir. Qaysidir o'sha davlatlar o'zaro qaysidir muammolarini kelisha olmayapti. Lekin asosiy bir xavf bu o'sha ma'naviy xavfga borib taqalyapti-da, ta'sirga borib taqalyapti. Ana shularni endi masalan ko'pincha biz amaliy jarayonda ham, faoliyatim jarayonida ham ana shu radikal oqimlarga kirib qolish, fikrlarga qo'shilish, tushunmasdan, anglamasdan masalan bog'lanib qolish holatlari ko'p bo'ladi. Bilasizmi, insonni mana ko'ryapmizki, Qur'oni Karimni tafsir tarjimalari bilan nashr etilganligi ko'p nusxalarda. Xohlagan kutubxonangizga boring turibdi. Al-Jami as-Sahihni masalan payg'ambarimizni qilgan eng yaxshi amollarini nimalarini masalan Buxoriyni sahih kitoblari orqali o'qish imkoniyatimiz borda. Lekin endi biz o'zgalarni fikr bilan e'tiqodni belgilashimiz kerak. Bu narsalar ancha murakkab va mulohazali deb o'ylayman. Shu uchun men o'ylaymanki, har insonni o'sha qalbida o'zini tushunadigan xudosi Allohi bo'ladi. Masalan, men Allohni qanday tasavvur qilaman, bu men o'zimga xos. Siz qanday tasavvur qilasiz, bu sizni o'zingizga xos. Chunki inson ichki menidan kelib chiqib Allohni anglaydi. Odam o'zligi, ichki meni deganda o'zi nimani tushunishi kerak? Mana shunday masalalar borki, ana shu nuqtalarda ota-onalarimiz ko'proq e'tibor qilish kerakligi, bilimni oshirish kerakligi, farzandga faqat og'zaki nutqda aytib buyurish emas, balki eng muhim kitoblarni, manbalarni tavsiya qilish, o'qitish orqali ana undan u qanday fikr chiqara oladi. Masalan, bitta asarni o'qidim, meni olgan xulosam boshqa bo'lishi mumkin, sizniki boshqa bo'lishi mumkin. Bu tabiiy narsa. Shunday. Masalan, bizning rahmatli ustozimiz Homijon Homidiy aytardilar-da, men Hamsani birinchi bor o'qiganimda o'zimga kerakli, yoshimga mos, dunyoqarashimga mos ma'lumotni olganman. Lekin vaqtlar o'tib, yillar o'tib yana o'qidim. Men fikrdan ulg'aydim dedi. Chunki men avval anglamagan haqiqatimni Hamsadan keyin o'qiganimda oldim. Lekin birinchi o'qiganimda uni sezmaganman dedi ustoz. Va har gal o'qiganimda men Hamsadan avval anglamagan haqiqatlarimni, ilmimni, ma'rifatimni olaman dedi. Demak, inson yoshi ulg'ayishi bilan fikrlashi o'zgarar ekan. Uni dunyoqarashi, anglami o'zgarar ekan. Demak, mana shu anglamlarni o'zgartiradigan narsa bu hayot tajribasi. O'sha uchun aytadiki, kimki o'sha hayotdan agar ta'lim olmasa, unga hech kim, hech qaysi muallim o'rgata olmaydi deb. Ana shunday hayotda bosib o'tayotgan yo'limiz, daqiqamiz, umrimiz biz uchun bir tajriba bo'lishi kerak-da. Shunday. Bir rivoyat bor. Endi biz ko'pincha o'sha tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan hikoyat va rivoyatlarni aytamiz. Turli o'sha tarbiya masalasida muammo bo'lganda, ma'naviyat masalasida muammo bo'lganda, bir pir o'zini shogirdlarini uzoq tarbiya qilib o'qitibdi, voyaga yetkazibdi va ularni endi qaysi biriniga ruxsat berib, ular yetarli darajada kamol topdi va endi ana shunday bular ham bir murid, bir ustoz darajasiga ko'tariladi degan bir niyatda shogirdlarini chaqirib, hammasini qo'liga bittadan tovuq berib, ana shuni hech kim ko'rmaydigan joyda, xoli joyda so'yib kelinglar, so'yib tozalab olib kelinglar dedi. Keyin ustoz topshiriqni beribdi va o'sha har bitta ilmi tolib tovuqni olib ketibdi.
kimdir eng pana pasqam joylarga borib hech kim ko'rmaydigan joyda tovuqni so'yib tozalab olib kelibdi. Kimdir qorong'i tushsin debdi, kunduz kuni yorug'da kimnidir ko'zi tushishi mumkin debdi. Va o'sha qorong'i tushgandan keyin olib kelibdi va shogirdlari ketma-ket kela boshlabdi ustozni oldiga. Biri qayerda san buni so'yding, hech kim ko'rmadimi desa, yo'q, hech kim ko'rmaydigan ovloq joyda so'yib keldim, ustoz, hech kim ko'rmadi debdi. Ikkinchisi kelibdi, qorong'ida so'yib keldim, hech kim ko'rmadi debdi. Endi uchinchi shogird kelibdi, qo'lida tovug'i bor emishda. Nega endi san so'yib kelmading, bu topshiriqni bajarmabsan-ku desa, mani hech kim ko'rmaydigan xoli joy topolmadim. Qayerga borsam Allohning nazari turgan ekan. Men qanday Allohdan yashirib, Allohning nazari turgan joyda ko'rmaysiz, hech kim ko'rmagan deb aytdingiz, nazar solmagan deb aytdingiz. Allohning nazari tushgan yer yuziga tushib turibdi-ku. Men unday xoli joy topolmadim desa, ustoz xulosa qilibdilar. Demak, mani shu shogirdim kamolatga yetibdi. Bu ertaga yaxshi izimni davom ettirishi mumkin debdi. Qarang, o'sha uchun inson anglashi kerakda, Allohni o'zimizga qanchalik yaqin olish bu o'zligimizni, menligimizni anglash bilan bog'liq. O'sha uchun Jaloliddin Rumiyning Rashohat asarida inson bu dunyoda qanday yashashi kerak degan bir savolga falsafiy jihatdan, tasavvufiy jihatdan, ma'rifiy jihatdan, ma'naviy jihatdan javob bor. Javob bor. Inson o'zi kim? Bu dunyoga nimaga keldi va u qanday ketish kerak? Navoiyda juda yaxshi bir anaqa hikmat bor. Kamol et kasbking, olam uyidin. Senga farz o'lmag'ay g'ammoq chiqmoq. Jahondan notamom o'tmak beayniq, irur hammomdan nopok chiqmoq. Aytadiki, inson dunyoga keldi, dunyoni Navoiy hammomga o'xshatyapti. Shu dunyoga keldi, agar inson bu dunyoda g'ammoq chiqib ketsa, ya'ni ilmsiz, ma'rifatsiz chiqib ketsa, xuddi hammomga kirib, yuvmay chiqqan odamga o'xshaydi deydi. Demak, inson kamolat kasb etish uchun dunyoga keldi. Ayblarini, gunohlarini yuvish uchun, tavba qilish uchun dunyoga keldi. Va mana shu tavba qilish, kamolatga yetish nima orqali bo'ladi? Bu ma'rifat orqali bo'ladi. Bu hunar egallash orqali bo'ladi. Bu ilm orqali. O'sha uchun Alloh kalomlarida aytib qo'ydiki, 1 soatlik adolat barcha farzlardan ustun dedi. 1 soatlik ilm barcha ibodatlardan ustun dedi. Demak, adolatni, ilmni ustun qilib qo'ydi Alloh hamma tomonda. Lekin shunga qanday biz erishamiz? Qachonki o'sha izlansak, qachonki o'zimizda shunga xohish bo'lsa, ana shunday ma'naviy yutuqlikka kiravergan sari insonni o'zligi, menligi tozarib boradi. U boyagi ochiqlanib boradi. U to'lishib boradi. Siz hayot hikmatini anglayverasiz. Inson hayotga bekorga kelmagan ekan. Navoiyda juda zo'r fikrlar borda, qarashlar aynan Hamsada. Navoiy aytadi-da, insonga boshqa mavjudotlardan farq qiladigan buyuk bir tuyg'u berilgan deydi. Bu ishq deydi. Bu tuyg'uni his qila olmagan odam haqiqiy odam emas deydi. Haqiqiy odam emas. Ishq nima orqali keladi deydi. Ishq ma'rifat orqali keladi. Qachonki mana ishqni eng go'zal takomili bu Allohga borib taqaladi. Ya'ni Allohning ishqi bilan. Lekin ana shu go'zal tomonga borish uchun inson birinchi ma'rifatdan boshlash kerak. Birinchi xat savod chiqarsin. U ma'rifatni egallasin. Ma'rifatni egallagandan keyin o'ziga bir halol bir ish topsin, hunar egallasin. Ana undan keyin u ilm qilsin. Ilmlarning eng buyugi Allohning o'zida. Lekin ana shu buyuklik ilmni, o'sha buyuk ilmdan bir anaqasini insonga ham berganda, insonga bir tafakkur degan bir kuchli bir anaqa qobiliyat berganda insonga. Ana shu orqali inson o'qib, o'rganib, izlanib, o'zligini anglay boradi. O'zlikni anglash ana shunda. Navoiy Farhod va Shirin dostonida Farhodni ana shunday komil inson sifatida tasvirlaydi. Oy kabi to'lin bo'lib tug'ildi deydi. Yuzida nur bor edi uni deydi. Chunki uni qalbida ishq bor edi deydi. Ana shu ishq unda tug'maydi deydi. Ya'ni Alloh unga ishni solib qo'yib, o'z ishqini solib qo'yib u dunyoga keldi deydi. O'sha uchun yuzidan nur balqib turardi deydi. Va u deydi, o'sha 10 yoshga yetganda 20 yoshdagidek boyagi yuzida nur balqib turadigan zabardast bir o'sha nima deydi, kelbatli bir yigit bo'ldi deydi. Dunyoni 1000 bir hunari bo'lsa deydi, hammasini o'rgandi deydi. Hammasini o'rgandi, ma'rifat oldi deydi. Shundan deydi, hunar o'rgandi, ilm o'rgandi, olimlardan borib dars oldi deydi. Keyin unga deydi vaqtlar o'tib otasi o'zini taxtini topshirmoqchi bo'ldi.
vasiyat qilmoqchi bo'ldi. San mani taxtimni boshqargin. Endi qarang, Navoiy Farhod tilidan qanday javob beryapti. Men shuncha ilm hunarni nima uchun o'rgandim? Hunarni asrabon netgumdir oxir, olib tuproqqami ketgumdir oxir. Man shuncha ilm hunarni tuproqqa olib ketish uchun o'rganmadim. U xalqqa nafi tegish uchun o'rgandimman. Demak, man ilmim bilan, hunarim bilan xalqqa foydam tegishi kerak degan falsafani beryapti-da Navoiy Farhod tilida. Va endi aytayaptiki, san deydi, mana sirli oynani ko'rib qoldi Farhod. Sirli oynada bilasiz, o'sha Shirinni ko'rdi, unga g'oyibona oshiq bo'ldi va endi o'sha Shiringa yetish uchun ma'lum bir to'siqlar qo'ydi endi bu yerda. To'siqlarni yengish uchun nima kerak? Sir sinoatni yechish uchun ilm kerak. Ilm kerak, Albatta ilm kerak. Navoiy Farhod tilidan aytadi. Har neiniki qilmish odamiy zot, tafakkur birla yechmish odamiy zot. Ana shu Alloh insonga ana shunday tafakkurni, ana shunday ziyoni berdi. Demak, Navoiyni talqinida aytayaptiki, har qanday inson agar o'zi istasa, o'zi o'rgangan, o'sha harakat qilsa, ilm bilan har qanday dunyoda mavjud bo'lgan sir sanoatni yechish anaqasiga ega. Kalitiga. Ilm orqali. Ilm orqali. Masalan, birinchi dastlabki ibtidoiy odam bilan bugungi sivilizatsion bir davrda, global bir davrdagi insonda juda katta tafovut va farq bor. Demak, inson ilm orqali o'sib keldi. O'sib keldi, mana shu shakllanish. Demak, ilm bu insonni o'zlikni anglashga olib keladi. Ilm bu insonni minni topishga asos bo'ladi. Lekin mana shu ilmga kirishdan oldin albatta ma'rifat, albatta hunar bo'lishi kerak. Ma'rifat hunarsiz ilmni anaqa yuqori cho'qqisiga erishib bo'lmaydi. O'sha uchun hadislarimizda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam olimlarimizni payg'ambarlarga tenglashtirdi. O'sha diniy nimalarda ham har doim da'vatlarda, va'zlarda aytiladiki, olimlar payg'ambar darajasida deb. Va o'sha so'rovlarda ham, o'sha u dunyoga borganda ham olimlarga juda ko'p ajrlar, savoblar berilishi haqida aytdi. Demak, bunda juda katta hikmat bor. Hojani Miftahul Adl bilan Gulzor degan bir asari borda. Keyin Maqsatul Atvar Abdurahmon Jomiyni Mahsanul Asror dostoniga javoban yozilgan bir dostoni bor. Endi bu didaktik asar ikkalasi ham. Inson kamolati masalasi birinchi o'rinda turadi. Ana shu yerda bir ilmi tolib haqida gap ketadi. Bir ilmi tolib bor edi deydi. Uni otasi deydi voyaga yetkazib tarbiyaladi deydi. Vaqti kelib otasi dunyodan ko'z yumdi deydi. U yolg'iz qoldi va o'ziga qalbiga tugib qo'ydiki, men o'sha yurt yurib deydi, ilm izlayman, ilm o'rganaman, ma'rifat o'rganaman va u Bag'dodga bordi deydi. Hech chaqasi yo'q, xarj qiladigan biron narsasi yo'q. U deydi, ilm yo'liga safar qilgani uchun Bag'dodga bordi. Biz bilamiz Qur'on oyatlarida ham, hadisi sharifda ham ilm olish uchun safarga chiqqanlar Alloh panohida ekanligi qayd etilgan. Ya'ni Alloh ularni o'z nazoratida ushlab turadi. Va deydi, u bir bozorni chetiga kirib, endi qorni och. 3 kecha deydi, u hech narsa yemadi deydi. O'sha ilmi tolib 3 kecha hech narsa yemadi. 4-kecha o'tirganda bir bozorning yoniga borib o'tirdi. Nima qilishni bilmaydi, o'g'irlik qila olmaydi, chunki u unday tarbiya ko'rmagan. Lekin ilm olish uchun u Bag'dodga keldi. Ya'ni Bag'dod o'sha paytda eng ilm markazlaridan bo'lgan. Ana shunda deydi, bir qari oqsoqol deydi, qari kishi keldida, "Sen meni qul qilib sotgin" deb aytdi deydi. Sen kim bo'lasan deb so'radi. "Men seni otangning egizagiman" aytdi deydi. U sergak tortdi va oqsoqoldan so'radi. "Meni otamning egizagi yo'q edi. Agar egizagi bo'lsa, u menga aytar edi" dedi. "Yo'q" dedi, "men unga yoshligimizda" dedi, "men u yerdan qochib ketgan edim, boshqa yurtga ketgan edim. Va shu uchun men u yerga qaytib bormadim va otang buni bilmadi va senga aytmadi. Sen meni xarj qilg'il, ya'ni meni sotgil va meni sotgan pulingga sen o'zing ehtiyojingga qarab qorningni to'yg'az" deb shunaqa deb aytadi. Keyin aytadiki, "Bu qanday bo'ladi? Men seni tanimasam." Yo'q, aytadiki, "Men seni haqiqatda ham egizagingman" deb o'sha ilmi tolibni ishontiradi. Keyin ilmi tolib uni qo'lidan ishlab, boyagi qari kishini oqsoqolni qo'lidan ishlab bozorga kiradi. Bozorga kirganda 2 juhud keladi. 2 juhud kelib, undan "Bu qariyani sotasanmi" deb so'radi. "Ha, sotaman" deb aytdim dedi va uni sotdi deydi. Uni xarjini oldi va qariyani 2 juhud olib ketdi. Va bir tog'ni oldida ularni yeri bor edi. Shu tog'ni deydi,
qo'porib ya'ni olasan va bu yerda bir bog' barpo qilasan deb topshiriq berdi juhudlar deydi. Keyin deydi ular ketishdi 2 juhud deydi va bu sotgan puliga deydi ilmi tolib deydi yegulik oldi deydi. U qornini to'yg'azdi deydi. Yana ilmini davom ettirdi deydi. Qarang. Ilm olayotgan bir ilmi tolibni Alloh qanaqa siylagan. Endi ikkinchi bir syujet chizig'i ketadiki, bu yerda hikoyatda. Shunda deydi Alloh taolo farishtalariga buyurdi deydi. Siz borib o'sha qari oqsoqol bu Xizr bo'ladi. Siz Xizrga boringda yordam bering. Tog'ni joyidan qo'poring va u yerda bog' barpo qiling va daraxtlar eking va u yerda men mevalarni pishirib qo'yaman dedi. Azza va jalla unga shunday buyruq berdi deydi. Farishtalar yerga keldilar deydi va Xizrga aytib o'sha tog'ni oldilar va tog'ni joyidan o'rnidan deydi bog' barpo qildi deydi. Va ana shu bog'da mevalar g'arq pishdi deydi Allohning inoyati bilan deydi. Juhudlar oqsoqolni oldiga kelib, bu yerda bitta narsa nima syujet esimdan chiqibdi. Shu yerda oqsoqol keldi, tog'ni oldiga keldida 2 rakat namoz o'qidi deydi. Sajda qilib Allohdan so'radiki, bu topshiriqni menga o'sha ado etishga san o'zing kuch ber, madad ber deb so'radi. Deb dedi va u ketmonini yo bismillohir rohmanir rohim deb ko'tardida tog'ni qazib boshladi deydi. Ana shu paytda deydi u deydi Allohdan kuch so'rab, madad so'rab bismillohir rohmanir rohim bilan boshlagani uchun deydi Alloh deydi farishtalarni yerga yubordi va tog'ni olib u yerda bog' barpo etdi deydi. Keyin 2 juhud kelib qarabsa, endi tog'ni joyida bog' barpo bo'lib qolgan. Bu bog' qanday paydo bo'ldi? Bu qari chol, masalan, oqsoqol qanday kuch bilan, qanaqa qudrat bilan buni qila oldi? Endi u hayratlandi va aytdiki, biz adashdikmi dedi. Yo'ldan ketib yana qaytib keldilar, yana shu joy. O'shanda qarasalarki, bir daraxtning ostida deydi, o'sha oqsoqol deydi, namoz o'qiyotgan ekan. Uni kutib turdilar deydi, poylab turdilar. Va u namozini tugatgandan keyin deydi, aytdiki, man sizlarni sotib olgan qullaringman. Man o'sha oqsoqolman. Sizlar mana tog'ni olib bog' barpo qilgin deb menga buyurgan eding. Mana men qilib qo'ydim deb aytadi. Ular hayratlandiki, sen buni qanday qilding? Allohning irodasi bilan qildim. Deganda o'shanda aytdiki, u Allohning irodasi nima degani? Dedi. La ilaha illalloh Muhammadan rasululloh deb shahodat kalimasini aytdi dedi. Va o'sha zahoti deydi, o'sha Xizrni deydi, oyoqlari ostiga deydi, yiqilib, bizga iymonni o'rgat, bizga musulmonlikni o'rgat deb aytdilar deydi. 2 juhud ham deydi, la ilaha illalloh Muhammadan rasululloh deb iymon keltirib deydi, musulmon bo'ldilar deydi. Endi maqsad bu yerda hikoyatdan kelib chiqadigan hissa xulosa nima? Hissa xulosa shuki, demak, ilm o'rganayotgan odamni soyaboni bu Alloh bo'ladi. Demak, ilm yo'liga kirgan odam hech qachon yomonlikka bormaydi. U ilmni to'g'ri safarbar etadigan. Agar ilm yo'lida mashaqqatlar chekadigan bo'lsa, uni mashaqqatlarini aratadigan ham Allohning o'zi bo'ladi. Demak, ilm yo'liga kirgan ilmi tolib farzandlar Allohning panohidagi insonlar ekan. Biz mana bitta hikoyatdan ana shunday bir hikmatni, oyati kalimani sharhini anglab olyapmizmi? Ikkinchi bir jihati esa Alloh buyuk. Allohda iloh yo'q. La ilaha illallohda, demak, Allohdan boshqa iloh yo'q. Demak, uning buyukligi xohlasa u tog'ni boyagi kul qilishi mumkin, xohlasa tog'ni olib, bu yerda bog' barpo etishi mumkin. Allohning qudratiga ishonish bor bu yerda. Va bu yerda Xizrning abadiyligi va tirikligi bor. Ana shunday xalq og'zaki ijodidagi adabiy syujetlarni bir ta'limiy, tarbiyaviy xarakterga ega bo'lgan didaktik asarga aylantirib, Hoja o'zini asarida beryapti, hikoyat tarzida beryapti-da. Nima demoqchi yoshlarga? Sen shu ma'ni hikoyatimni o'qida ilm izla. Demak, ilm izlagan odam mashaqqatdan, safardan qo'rqmasligi kerak. Uni Alloh o'z panohiga olib o'tiribdi degan bir hikmatni aytyapti-da. Tushunarli. Hozir Navoiy asari, Hamza asaridan misollar keltirdingiz. Bugun radikal oqimlarga tushib qolmaslik uchun, yoshlar immunitet hosil qilish uchun ularga qaysi adabiyotlarni tavsiya qilasiz? Bu endi o'zimni qarorim, balkim bunga ko'pchilik fikrimga qo'shilmas. Avvalambor mana shunday nima deydi, turli xil fikrlarga qo'shilib qolmaslik uchun insonda o'zini fikr bo'lishi kerakda, mustaqil fikr bo'lishi kerak. Men aytdim, mana shu mustaqil fikr bu o'qishdan, o'rganishdan, ilmdan paydo bo'ladi. Ana shu ilm orqali inson menini o'zini taniydi. Men kimman? Masalan, o'zini sarhisob qilib boshlaydi. Men bugun nima ish qildim? Qanday
savob amal bajardim, qanaqa Maqsadim nima? Qayerga qarab albatta ketyapman? qayerga qarab ketyapman, men boradigan nuqta qayer bo'lishi kerak va mani maqsadlarim, orzularim qanday amalga oshishi kerak, bu yo'lda man qanaqa harakat qilishim kerak. Ana shu narsani o'zi insonni menligini, o'zligini tanishga xizmat qiladida. Ana shu narsa boyagi fikrda sobit, qarori qat'iyatli insonni shakllantiradi. Ana shu narsalar bo'lgan odam turli radikal oqimlarga qo'shilib qolmaydi va bu narsalarni man mumtoz adabiyotdan, adiblarni hayotidan, ijodidan, o'sha asarlarida yuqori bir pafosda ifoda etgan g'oyalaridan olganman. Masalan, man ko'pincha aytaman, irodam boshqalarnikiga nisbatan man o'zimga shunaqa baho beraman, chunki solishtiraman boshqalar bilan. Solishtiraman va qayerda kamchiligim borligini aniqlashga harakat qilaman. Irodamni mustahkamlash uchun shuni Boburdan olganman. Boburni o'rganganimda shuncha zahmat bilan ham, lekin kuchli bir iroda bilan turganini ko'rganman-da endi. Vatandan ketish, ayri yurish, shunday bo'lsa ham maqsadlar yo'lida chekinmaslik, qat'iyatlilik, jasorat, mardlik, shijoat, boyagi qonuni qaynab turishi, to'xtamaslik nima? Qayerdan kelyapti u? Nega endi shuncha charxi falak bunga shuncha sitamlar, shuncha sinovlar beryapti-yu, kuchni qayerdan olyapti? Kuchni albatta ilmdan, ma'rifatdan olayotganini man sezdim va irodali bo'lishni man Boburdan o'rgandim hayotda. Shu yerda bitta rivoyat aytib beray, chunki yaxshiroq ta'sir qilishi uchun, endi adabiyotchi bo'lganim uchun ham aytyapman. Jaloliddin Rumiy, bilasiz, endi pirlardan, buyuk ustozlardan bo'lgan va u kishini darsini olish dunyo ilmga kirmoqchi bo'lgan har bir kishini orzusi bo'lgan. O'sha uchun dunyoni turli joylaridan u kishiga shogird tushib, murid tushib, boyagi uni ilmidan olishga harakat qilishganda, rivoyatlarga ko'ra Jaloliddin Rumiy o'sha o'zini madrasasida talabalarga, ilmiy toliblarga dars berar ekan, erta kech o'sha hamma sharoitlar yaratilgan ilmi. Ularni bir 3 ta qiziqqon shogirdi bo'lar ekan. Va o'sha 3 ta qiziqqon shogirdi, bilasiz, endi madrasa shunaqa bo'lganki, sharqona madrasalarda talabalarni o'qish darsxonasi bo'lgan va keyin yotoq joyi bo'lgan va hojatxonasi bo'lgan. Endi hamma talaba uchun hammomi bo'lgan, masalan, yuvinish xonasi. Nima ehtiyojlar bo'lsa, hammasi ana shu madrasani hududida ichida. Hozir ham shunaqa madrasa. Hozir ham xuddi shunaqa. Bu o'sha sharq xalqlarida o'sha madrasani o'sha arxitekturasida o'zi bu nimalar bo'lgan. Keyin shu 3 ta shogirdi har doim kechqurun tunda o'sha oy chiqqanda hojatga borganda ko'rarkanki, hojatxona ertalab kirsa ham top-toza bo'lar ekan, kechqurun kirsa ham top-toza bo'lar ekan. Lekin hojatxonani kunduz kuni ham kuzatar ekan, kechqurun kuzatar ekan, kim tozalagani hech ko'rmas ekan. Kechqurun borganda ham. Ular hayratlanibdi. Aytibdiki, biz debdi bir ilmi tolib debdi, bizning ichimizdan hech kim kirib buni tozalamaydi. Lekin kim tozalaydi? Ya'ni madrasamizga tashqaridan kim kirib keladiki, mana shu hojatxonani har doim top-toza qilib qo'yadi. Keyin ular kunduz kuni kuzatibdi, hech kim kelmabdi. Kechqurun kuzatibdi, hech kim kelmabdi. Bir kun tuni bilan kuzatish navbatma-navbat kuzatish nimasida turishibdi. Keyin 3 shogird bir oy yorug'ida qarab o'tirsa, o'zi uyqusi kelib qolgan tunda bir kishi o'sha ishchi kiyimlarini, janda kiyimlarini kiyib, ish qurollarini olib hojatxonaga kiribdi. Erta bomdodgacha hojatxonani pokizalab, tozalabdi. Va yana ish qurollarini olib qaytib ketayotganda, shu boyagi 3 ta qiziqqon shogirdi yugurib uni oldiga chiqibdi. Bir kun kuzatibdi uni, 2 kun kuzatibdi, 3 kun ham xuddi shunday bo'libdi. 3-chi kuni yugurib oldiga chiqibdi-da, aytibdi, siz kimsiz debdi. Hamma tunda shirin uyquda paytida siz hojatxona tozalaysiz. Siz kimsiz debdi. O'shanda endi oyni yorug'ida deydi, boshi egik kishi deydi, shunda boshini ko'tardi deydi. Qarasalar deydi, o'zini pir murshidi deydi, ustozi deydi, Jaloliddin Rumiy ekan deydi. Barchalari tiz cho'kdilar va oyog'iga yiqildilar. Ey pir murshid, butun anaqa insoniyat sizni ilmingizga muhtoj, sizdan ilm olaman, ma'rifat olaman deydi. Siz shuncha martaba, shuncha ulug'lik, shuncha zako, shuncha ilm bilan siz nima uchun bu ishni qilyapsiz? Hojatxona tozalayapsiz deb shogirdlari ustozdan uzr so'rab ana shu savolni berdilar. Jaloliddin Rumiy shunday javob berdi. Aytdiki, men irodamni tarbiyalash uchun hojatxona tozalayapman dedi. Irodamni tarbiyalash uchun. Bundan endi hikmat nima? Bundan xulosa nima? Aytdiki, menga deydi, Alloh bugun inoyat qilib sizdek muridlarni, shogirdlarni berdi. Men bugun martabam ulug' dedi.
menga bugun hamma havas qiladi, lekin ertaga nima bo'lishini faqat Alloh bilguvchi. Balkim boshimga og'ir kunlar kelganida men boshqa ish bilan ham tirikchilik qilishim kerak va o'zimni har qanday ishda sinab ko'ra olishim uchun men ana shu hunar sifatida hojatxona tozalayman. Chunki ertaga bunday mansabdan, bunday obro'ydan tushganimda o'zimni yo'qotib qo'ymaslik uchun. Bundan nima hikmat bor? Masalan, bizda ko'pincha yuqori lavozimlarda ishlaydi, rahbarlarimiz bor. Yuqori lavozimlarda ishlaydi. Vaqti keladi, chunki mansab abadiy emas, bilasiz. Vaqti keladi rahbarlikdan oladi. Ana shu rahbarlikdan olgan kuni ko'pchilik insonlarimiz yo infarkt bo'ladi, yoki insult bo'ladi, yoki bir kasallikni o'ziga og'diradi. Chunki u mansabdan tushishni qabul qila olmaydi. Nima uchun? Chunki unda iroda tarbiyalab. Chunki o'zini mansabdan tashqari holatda tasavvur etib ko'rmagan va amalda shuni qilib ko'rmagan. Qarang, Jaloliddin Rumiy qanday buyuk bo'lgan va u xohlagan vaziyatga tushganda men Allohning sinovlariga dosh bera olishim kerak. Ana shu Jaloliddin Rumiy talqinidagi inson bu Bobur. Buyuk bir podshoh bo'lib 12 yoshda taxtga o'tirgan odam o'sha Timuriylarni nimasi Samarqanddan ham ayrilib, qo'ldan ketib, boyagi tog'asiga kelib Toshkentda yordam so'raganda, u yordam bermaganda, yurtini tashlab o'zga yurtga ketishni alamini unday hech kim his qila olmaydi. Ana shunday sinovlardan o'tganda ham uni irodasi sinmadi-ku, to'g'rimi? Irodasi sinmadi, u olg'a yurdi. Hattoki turk nomini, turkiylarni, mana shu Timuriylarni davlatchilik siyosatining islohotini dunyoga yoydi. Dunyoga Boburiylar degan buyuk bir saltanat qildi. Bu nimani evasiga? Irodani mustahkamligi, vijdonni baquvvatligi, iymonni sofligini evasiga qildi. Demak, men aytamanki, bugungi yoshlarimiz ana shunday insonlarning hayotidan ibrat olish kerak. Ana shulardan falsafa, hikmat olish kerak. O'tayotgan hayot kunlaridan, daqiqalaridan umrni g'animat ekanligini his qilish kerak. Chunki hammaga har xil umr berilgan, u kimga qancha umr bergani faqatgina Allohga ayon. O'sha uchun umrni g'animat tutib, vaqtida foydalanib qolib, yoshligidan ilmni, ma'rifatni, hunarni yaxshi tutib, ana shu yo'lda yursa, Alloh ularni himoyachisi, Alloh ularni yo'lboshchisi bo'ladi. Va aytamanki, bunday xalq, bunday millat albatta yuksaklikka erishadi. Ustoz, sizga katta rahmat aytamiz. Azizlar, bugungi suhbatimiz juda mazmunli bo'ldi. Bu hadislardan, hikoyatlardan har kim o'ziga keraklicha ma'naviy ozuqa oldi degan umiddaman. Azizlar, bizni o'zligim podkastimizda keyingi mehmonimiz kim bo'lishini aynan siz belgilaysiz. Izohlarda buni yozib qoldirishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.